bozori infrastrukturasini rivojlantirish istiqbollari poytaxtimizda O'zbekiston sug'urta bozorining professional ishtirokchilar tomonidan tashkil etilgan konferensiya aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Unda sug'urta turlarini rivojlantirish, xizmatlar sifatini yaxshilash, sug'urtalovchilarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda sug'urtalarni tartibga solish usullarini takomillashtirish masalalari muhokama etildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda sug'urta faoliyatini rivojlantirish, bu boradagi qonunchilik bazasini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero sug'urta xizmatlari bozor iqtisodiyoti sharoitida korxona va tashkilotlarning mulkiy manfaatlarini himoya etuvchi samarali vositadir. Ayni vaqtda mamlakatimizda 40 ga yaqin sug'urta kompaniyasi va 20 ta sug'urta bozorining professional ishtirokchilari faoliyat yuritmoqda. 2012-yilning 6-martidan kuchga kirgan sug'urta faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ushbu sohadagi munosabatlarni yanada takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Konferensiyada ana shular haqida so'z borayotgan aholi va korxonalarning sug'urta xizmatlariga talabi yildan yilga ortib borayotgani, sug'urta bozori infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida tashkilotlarning faoliyati kengaytirilayotgani alohida qayd etildi. Xalqni ham hamda tadbirkorlarimizni mana shu sug'urta xizmatlariga ehtiyoji oshib, mana shu tuzayotgan sug'urta shartnomalari soni ham oshib bormoqda. Shu bilan birgalikda qonuniy asoslar yaratilgan. Undan tashqari boyagi to'lab beriladigan sug'urta qoplamalarini aniq to'lanishini kafolatlash maqsadida aktuariy tushunchasi ham kiritilgan. Bu aktuariy sug'urta mutaxassisi bo'lib, sug'urta kompaniyani to'lov qobiliyatliligini baholaydi. Konferensiya davomida sug'urta madaniyatini oshirish, sug'urta faoliyati ishtirokchilari o'rtasida hamkorlikni yanada kengaytirish, iste'molchilarning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirish yuzasidan ham fikr-mulohazalar bildirildi. Tadbir doirasida tashkil etilgan ko'rgazmada sug'urta bozorining professional ishtirokchilari tomonidan turli xildagi sug'urta xizmatlari namoyish etildi.